Assalomu alaykum hurmatli aqli Instagram, TikTok, YouTube tarmog'imizda barcha obunachilarimizga sizlarga mana bunday nima deydi, bir yaxshi videolar olishga harakat qilamiz albatta. Videolarimiz maqsadli. Ya'ni hozirgi paytda mana bu ko'rganlaringizdek mana shu narsalarni usta Jonibek akamiz yasayapti hozirgi paytda. Sizdan agar uyingizda yasataman desangiz yoki mayli uyingizda yasab bering desangiz mana shu materialni olib berasiz. Mana shuni mustahkam ko'rganlaringizdek bundan qalin yoki mana shunday materiallar o'zingiz xohlagan materialni olib berasiz. Yana mana shunday narsani yasab beradi sizga. Mana bolalaringiz o'tirib bu yerda o'ynaydi. Mana bu yerda siz bilan, ya'ni yangamiz, albatta musofirda bor akalarimiz bor, qiziqadi va mana bunday karvatlar xohlagan, ya'ni arzon material urilmaydi. Albatta o'zingiz olib bergan materialni qilib beradi. Usta pulni berasiz. Albatta narsalarni olib berasiz. Mana shunday holatga, bundan ham chiroyli holatga qilib beradi. Taxta nimasi ketsa qo'yib yasab beradi. Albatta biz pastga telefon raqamlarini qo'yamiz. Akamizning raqamlarini bemalol aloqaga chiqasizlar. Sizga mana shunday mahsulotlarni yasab beradi. Albatta uyingizga chiroyli olib borib yoki bo'lmasa uyingizda yasalib berib beriladi. Kelishingizga bog'liq. Narxlarni telefonda kelishib, xohlang arzon materialdan qildiring, xohlang qimmat materialdan qildiring, mana shunday chiroyli shaklda yasaladi. Farzandlaringiz ham o'tirib bemalol o'ynab o'tiradi. Bu yerda siz ham bemalol kechki salqin bundan buyon kun issiq ustidan yopgina nima yesin. Azizlar, sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz. Albatta usta Jonibekka alo deysiz, sizga labbay deydi, bitta yasaydi, uyingizda mazza qilib o'tirasiz. Sog' bo'ling. Yana bir marta ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu karvat desangiz, karvat, bunday narsa bunday desangiz, xohlasangiz ana unda chiroyli zinalar qilib beradi. Uylaringizga chiroyli zinachalarni ham bosasizlar. Like-ni bosing tog'a, u yoqqa bekor.